Rasululloh. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Bizni ozginagina dasturxonimizga tashrif buyurganinglarga, hammalarga rahmat chin ko'ngildan. Sizlarga shu maqsad tashqariroqqa olib chiqib, biroz bo'lsa ham bir havo almashtirib, Makkani boshqa tomonlarini ham bir ko'rib xursand bo'lib ketinglar deb ozgina taomlari bilan shu joylarni uyushtirganmiz. Chunki insonning qalbiga xursandchilik tushsa, boshqa ishlarga ruhiyat ko'tariladi-da ishlashga. Xudo xolasa mana shu joydan borgandan keyin yana inshaalloh ibodatga mustahkam bo'lib ketasizlar degan umid bor. Taomlarimiz yoqdimi? Yaxshi rahmat. Atasizlar uchun qo'ysa qildik bu vaqt. Mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Endi bu yerda doim kelgan odamlarimizga shu yerlar haqida ichida tarix gapirib beramiz-da, odamlar so'raydi baribir. Nima gapirmayapsiz? Eshitardik biz deb. Shu ichinglarda bitta odam so'rasa ham shu odamning haqqi aytib berishligimiz. Bu o'zi bir darslik boshqa narsa emas, lekin suhbatimizning so'ngida inshaalloh biror foydasini bilib qolsak kerak. Shu ko'zingizlarga ko'rinib turgan diyorlar hammasi hozir namoz o'qidinglar-ku, shu masjidlar hammasi bitta odamga tegishli. Masalan, qarang, bitta binoni o'zini barpo qilib, uni ishga sol boshqa qilishlik qiyin masala. Bir erkak kishi uchun mehnat. Lekin Alloh taolo bu odamga shunaqa bir qobiliyat bergan ekan, shunaqa o'quv bergan ekanki, shunaqa masjidlardan salkam 300 ta bor. O'sha kishi qurgan. Mana universitet, madrasa, bog'cha, shunga o'xshaganlarda sanog'i yo'q. Bu kishini Alloh taolo shunaqa bir dunyo bilan berdiki, va sinov ham berdi. 18,5 milliard dollar puli bor edi bu odam. Milliarder, milliarderlarning ichida milliarder edi. Lekin bu odam nima qildi? O'sha pullarni Alloh yo'lida sarf qilishni yaxshi ko'rdi. 200 ming tup xurmo daraxti bor. 200 ming tup. O'sha xurmo daraxtdan tushgan sof foyda hammasi ishda haramga bo'linadi. Madinaga, Makkaga va kambag'allarga tarqatiladi. Saudiya podshohligi tomonidan bu odamni keling biz bilan, bizni qatorimizda o'tiring. Mana pullaringiz bizni boylar qatorida tursin, siz ham bir bizni qatorlardagi milliarderlar hisobida turing deganda yo'q dedi. Men bu pulim ko'payib ketishini bilmaganman, bu Allohning qudrati. Lekin u yerda o'tirish uchun qilmaganman bu ishni. Xayr saxovat qilishlikni niyat qilganman, Alloh taolo meni oxirigacha yetkazsin dedi. Bu kishi vafot topib ketdi. 5-6 yil bo'ldi, lekin umrining oxirigacha xayr ehsonda mustahkam bo'ldi. Qilgan narsalarni ko'rib turibsiz, ko'p narsalarni vaqf qilib tashlab ketgan, ya'ni odamlar foydalansin. Rojihi degan bankning sistemasiga asos solgan odam shu. Saudiya Arabistonining bank sistemasini o'nglab qo'ygan odam. Hech qanaqa foizsiz odamlarga pul kerak bo'lsa, olib ishlatib, yana o'rniga qo'yib ishlab yura oladi. Bugungi kunda orqasida qolgan 30 mingdan oshiq odam bu kishining ishini yurgizadi. O'sha oxirgi kuni hattoki farzandlarni chaqirib, bugun biroz betobligim oshib turibdi, bir xayr ehson qilib kelinglar deb chiqargan ekanda, farzandlar aytadi, biz chiqib ketdik-da, orqamizdan xabar keldi. Dadangiz og'irlashib qoldi, tezda keling. Keluvdik dedi, oradan jinday vaqt o'tdi, 1-2 soat vaqt o'tdi. Kelsak, odam qancha ehson qilishding deb so'radi. Qancha ehson qildi? Joni uzilayotgan mahal. Dadajon 8,5 million dollar endi ehson qiluvdik. Hali vaqtimiz bo'lmadi dedi. Alhamdulillah dedi-da, lekin oz edi. Bu kishi bundan ko'pini ixtiyor qilgan. Shunaqa o'tirib olib sho'tlar bilan yetimxonalarga deysizmi, boshqalarga o'tkazar ekanda, Alloh taolo shuning uchun dunyosini barakotli qilgan. Endi biroz e'tiboringlarni boshqa masalaga tortamiz. 1955-60-yillar bir o'qituvchi maktabda dars o'tyapti. Bolalarga dars o'tyapti-da, dars o'tgandan keyin o'quvchilarni xursand qilishlik uchun ertaga hammanglar uylardan 1 riyoldan pul olib kelsanglar ekskursiyaga chiqasizlar deyapti. Ekskursiyani eshitganda hamma bolalar xursand bo'lib ketadi-da. Biz ham xursand bo'lardik-a. Ekskursiyaga chiqqanmizlar. Ekskursiya desa maza qilardik. Toqqa chiqamizmi, boqqa chiqamizmi, bir yerlarga borib kelardik. O'sha o'qituvchini olib borgan o'qituvchini go'yoki eng yaxshi hayotdagi shu odam derdik-da. Biz yetalarda o'ynatdi dedi. O'qituvchilar bormi ichinglarda? Ular kamayib ketyapti o'qituvchilar. O'tgan safar jamoatda 10 tacha bor edi. Hop. Ertasiga hamma 1 riyoldan pul olib keldi. 1 riyol Saudiyaning puliga. Katta pul bo'lsa kerak edi. Biz ham yoshligimizda 1 so'mga ancha aylanib kelardi. Keyin
Bir yigit olib kelmadi-da. Puli yo'q ekan. Nima olib kelmading dedi. Meni otam yo'q dedi. Dadam yo'q. Onam esa bir etak bola bilan qolgan. Shu 1 riyolni topib bera olmadi. Bizga topib bera olmadi. Shunda o'qituvchining zakiyligini qarang. Hali bola nima bo'lmasin, o'ksinmasin deb bir vaziyat o'ylab topdi-da, cho'ntagida mana 1 riyol deb ushatib qo'ysa ham bo'lardi. Lekin bolalarning yonida yuzi qizarmasin, bir o'zini mehnati bilan topgan bo'lsin deb aytayaptiki, senga bitta savol beraman hozir. Javobini topsang 1 riyol mukofot bor deyapti. Bola o'ylanib turib ish qilib oson savol bo'lsin-da, biladigan savol bo'lsin-da, savolni berdi o'qituvchi. Berdi bola xursand bo'lib ketdi. Ustoz, men buni savol javobini bilaman. Bilaman dedi. Bilsang ayt. Javobini aytganda mana bu 1 riyol senga mukofot dedi. Endi dedi biz bilan birgalashib ekskursiyaga chiq, shu pulingni qo'shib qo'ydi. Albatta deb hali pulni jamoatga o'rtaga qo'shar ekan, xursandchiligini endi qo'yaring endi. Hali u o'rtog'ining yoniga boradi. Men ham sizlar bilan chiqadigan bo'ldim. Hali bu o'rtog'iga boradi. Men ham sizlar bilan chiqadigan bo'ldim. Endi bola o'zidagi butun xursandchilikni oshkor qilyapti. Hamma bilan bo'lishgisi kelyapti. Bir o'zimizni o'sha yoshga qo'yib ko'raylik. O'sha bolaning xursandchiligi ajoyib xursandchilik bo'lganda o'sha davrda. Oradan bir ozgina vaqtlar o'tdi. 30 yil, 35 yil. Mana bunaqa bir kresloda ustida skameykalarda ko'chada bir odam o'tiribdi, yoshi ulug'. Shuni yoniga bir yigit, chiroyli kiyingan yigit kelyapti-da mashinasi bilan. Assalomu alaykum, salom berib. Yaxshimisiz? Nima o'tiribsiz deb. Nimani hayol surib o'tiribsiz? Aytdiki, nima qilay, dardimni eshitadigan bo'lsa aytay mayli. Men bir maktabda o'qituvchi edim. Oylik olib ishlab turganimda ijara pullari ham yetardi. Oilam boqishlikka qiyinchilik yo'q edi. Endi hozir pensiya chiqqandan keyin biroz qiyinchilik bo'lib qoldi. O'zim boshqa yurtdan kelganman. Lekin o'sha joyimda ham uy-joy qilmagan ekanman, bu yerda ham qilmoqman. Hozir qiyinchilikdaman biroz. Do'da haligi yigit aytdi, o'tiring mashinaga dedi. Chiroyli mashina, oxirgi rusumdagi, nima desak deylik, boring ana Mercedesmi, BMW oxirgi rusumda. Eng qimmat mashina. Keldi, o'tiring mashinaga deb turib, yuring deb bir yerga olib bordida, bir 2 qavatlik 10 ta 12 ta xonasi bor bir uyni ko'rsa. Mana shu bino sizga. Haligi odam hayron bo'ldi. Nima deyishni ham bilmayapti. Xursandmisiz dedi. Hayron bo'lib turib, o'sha minib kelgan mashinasining kaltini berdim. Mana ham sizga dedi. Endi xursandmisiz dedi. Endi birdaniga bunaqa sovg'a salom kelib qolsa, odam nima deyishini ham bilmay qoladi-da. Endi cho'ntagidan chekni oldi. Boylarda bo'ladi bu narsa, cheklar. $100,000 pul yozdi. $100,000. Yozibdi, chekni yetib xohlagan bankingizdan olib oling dedi. Endi xursandmisiz dedi. G'am tashvishdan qutuldingizmi hozir? Bu odam aytayaptiki, butun bir erkak kishi umri davomida orzu qiladigan narsa birdan qo'limda tutilib qoldi-yu. Har bir erkak orzusi bor. Uyim bo'lsa, joyim bo'lsa, bitta mashinam bo'lsa, ozgina pulim bo'lsa deydigan orzu hozir ushaldi-yu menda. Nimaga xursand bo'lmay? Xursandman, qanchalik xursandsiz? Katta ko'p xursandman. Bir shu xursandchiligingiz qanchaligini menga aytib bera olasizmi? Shu shaharda odamlari xursand bo'lganchalik xursandmisiz? Ha, juda ko'p xursandman. O'sha yigit aytayaptiki, ustoz dedi. Ustoz, siz o'sha 1 riyol bergan kuningiz menga. Mana shu xursandchiligingizdan bir necha chandon xursand bo'lganman. Siz menga o'sha 1 riyolni taqdim qilib, bolalarning ichiga qo'shgan kuningizdaqa baxtli kunim yo'q men edi. O'sha kun meni hayotga shunandaqa hayot yashashimga turtki bo'ldi dedi. Siz o'sha kuni puling yo'q ekan, bo'pti qolaver deganingizda balkim bu kunlarni men ko'rmasdim. Bu o'qishlarimni o'qimasdim. Bugun Angliyada bitta, Amerikada bitta universitetni bitirganman. Bank sistemasini yo'lga solganman deb aytgan o'sha yigit mana shu binolarning hammasini qurgan Sulaymon Rojib bo'ladi. Ustoziga, o'qitgan muallimiga qilgan mehribonchiligi u. Nimaga? Bir yigitni go'daylik mahalda bir xabar akalla deb qo'ydi xolos. Oldiga yur. Hech ham o'ksinmagin. Doim oldiga qadam tashagin deb bir turtki bo'lib qo'ydi xolos. O'sha bola shu bilan ham meni orqamda ham shunaqa turtkilar bor ekan, meni qo'llaydiganlar ham bor ekan deb turib mana hayotga qadam tashlab yubordi-da. Oqibatda nima bo'ldi? Oqibatda dunyoni so'raydigan bir katta boylardan biriga aylandi. Lekin Alloh taolo qalbini iymon bilan to'ldirgan ekan, juda ko'p xayrli ishlar qildi. Birodarlar,
bizda ham holatimizda shunaqalar bo'lib qolish ehtimoli bor. Bolalarimiz agar qalbida, ishtiyoqida yoki qanaqadir zehni o'tkir bo'lsa, sal boshini silab xabar ekanlarda duo qilib ko'rayliga. Balkim shu mingtasidanmi, 10 mingtasidanmi, 100 mingtasidan bitta ham Sulaymon rojiga chiqib qolsin. Barakalla bolam. Ke, birgalashib o'rganamiz. Ha, qo'lingizda yo'q bo'lsa ham duo qilib, ha barakalla deb qo'yaring-a. O'sha ona izorda duosida duolarsiz ijobat bo'lib ketsa ajoyib. Nima qilasan o'qib? Kim bo'lasa o'qib. Ana mol qo'y, qara, bor. Senga o'xshaganlar nechtasi o'qib, yana diplomlar yotibdi deb o'ksitirish kerak emas. Dunyoviy ilm oladimi? Uxroviy ilm oladimi? Ilmga chanqoq bolani jinday yo'llab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Biz demoqchimizki, insoniyatga Alloh taolo dunyoni beradi-da, sinov uchun beradi. Mana bu dunyo senga. Endi men orqaga bir ibodatlar qo'yib qo'yganman. Dunyoyi molingdan sarf qilib qilasan. Qila olaysanmi yo qila olmaysan? Ba'zi odamlarga aytasiz, hajga borib keling, birodar, dunyoyingiz to'lib toshib ketdi. Sizga haj farz bo'lmasa, qo'yaring. Boramizda bir kuni. Hozir boradigan bo'lsam, qaytib kelgandan keyin mana oshna og'aynilar bilan qiladigan maishatlar nima bo'ladi? Deydiganlarni eshitdik. Alloh taolo dunyoda har bir inson o'zini bandasiga berar ekan, ibodatiga sarf qilishlik uchun beradi birinchi navbatda. Sizning aql farosatingiz, bilag'onligingiz sizni dunyo topishingizga sabab bo'layotgan yo'q. Allohning marhamati bilan bo'lyapti hamma narsa. Agar Alloh bergan o'sha zehn, Alloh bergan qo'l, ko'z, til shu gapirmaganda dunyo qatdan kelardi? O'sha farosatlarni aqlda ishlatish, tijorat, kasb hunarni kim taqdim qildi? Alloh emasmi? Shu Robbimizga inshaalloh doim uni maqtab, berganingga shukrlar bo'lsin. Mana endi bizdan ham olgin deb berib turish kerak bo'ladi. Chunki har bir boyda kambag'alning haqqi bor. Alloh taolo shuning uchun kambag'allarni o'tkazmanglar, sizlarning haqqinglar boylarda bor deb turadi. Boylar kambag'allarning haqqini berib turish kerak. Men qilaman, meniki bu deyishlikdan ehtiyot bo'lish kerak. Mavzuimizni biroz boshqa tomonga burish niyatim yo'q. Hammalarni dam olish kuninglar, mana shu o'tkazgan kuninglarda ibodatlar qatorida Alloh qabul qilsin. Dasturxonimizga tashrif buyurganinglarga mingdan ming rahmat, salomat bo'linglar. Ilohim yana shunaqa dasturxonlarda tez kunda uchrashaylik. Xudo xolasa sizlar bilan indinga uchrashamiz. Indinga inshaalloh bu o'tirish shu jamoatdagi taomlanib, mazza qilib rohatlanib o'tirishlik Jiddada dengizni bo'yida bo'ladi. Hammalar to'liq qatnashinglar. Soat 1:30da avtobuslar jo'naydi, mehmonxonamizdan indinga. Hammalar borsanglar xursand bo'lib xizmatinglarda bo'lamiz. Subhanaka Allohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Parvardigor, hammalarni surishni hidoyatda qilgin, qilgan ibodatlarimiz dargohingda qabul qilgin. Doim shunaqa xursandchiliklar bilan yashashlikni Alloh nasib qil va qiyomat kuni o'zing bandanda, o'zingdan boshqaga muhtoj qil. Allohumma salli.